Xullas, bugun ertalab bir qiziq ish bo'ldi. Kechqurun qor yog'yapti, xabaringlar bor. Kech payt uyga keldim. Mashinani parkovkaga qo'yayotib, bir-ikki qiynaldim. Siyg'ani bu yoq qildi. Mashina letniy balon dedi. U ro'paramda ukam mashinasida o'tirib qarab turgan ekan. Men ko'rmabman. Mashinani qo'yib, eplab, mashinadan tushib, sekin uyga ketasan, u ham mashinasidan tushdi. Ko'rishib salom alik qildik. Nima mashina siyg'anyapti, letniydamisiz haliyam dedi. Ha, letniydaman. Sen alishtirib olmaysizmi? Unga hozir vaqt ham yo'q, pul ham yo'q dedim. Ha deb qo'ydi. Kirib osh-poshimizni yedik. Osh bo'lgan ekan. Shu bilan dam olgani kirib ketdik. Ertalab chiqsam mashinaning joyi o'zgarib qolibdi. Keyin bu nima o'zgarib qoldi ekan deb bu yoq qarasam, to'rala balonim yangi zimniga almashib qolibdi. Sizlarda ham shunaqa ukalar bormi? Akamda rostdan pul yo'q shekilli, qiynalyapti shekilli deb bitta muammoyingizni shunday tekis hal qilib qo'yib, indamay ketadigan. Menda shunaqa ukalardan ikkita bor. Jonim onam, sizga rahmat menga shunaqa ukalar tug'ib berganingizga. Shunaqa gaplar akalar. Ukalarimizni Alloh o'zi omadini bersin.